Jonov zarba uchun zo'r imkoniyat, zarba, darvozabon to'p bilan qo'ldan qaytaryapti, yana bir zarba. Ikkinchisida ham oldi. Qoyil lekin Azizxon Isoqov. Bunaqasi bizda kamdan kam uchraydi. Ikkalasi ham turgan joyiga bordi, bu tomoni ham bor. Birinchisida qo'lini yengib o'tib ketsa kerak degan tasavvur ham yo'q emas edi, lekin unday bo'lmadi. Hujum esa davom etadi, zarba va gol! Gol! Bunyodkor hisobni tenglashtirmoqda. Temirxo'ja bitta sakrab bermaysizmi shu yerda? Abduxoliqov mag'lubiyatdan qutulmoqda. Bunyodkor futbolchilari, Qo'qon 1912 jamoasi futbolchilari esa g'alabadan quruq qolishmoqda.